Voy ona nimadir topdim yo yana bu neft ekan. Obbo qachondir nimadir topaman o'zi aytgan narsami boydan beri qidirib yuribman. Yaxshiyamki ko'proq suv olganman-da. Hamma sizlarga bu deyman. Yangi videomga xush kelibsizlar do'stlar. Men bitta narsa qidirib yuribman. Уже anchadan beri mana quyosh qaraylar boshim o'rta bu quyosh. Vashcha charchab ketdim. Vashcha issiq ekan. Nima bu kerak emas narsa. Oddiy kirpichni o'y neftli bo'tdi vashcha qilib yotibdi lekin onu nima bu to'xtanglar balkim o'sha o'ylayotgan narsam o'sacha obbo uyam nefchmi deyman rostdan bu cho'lda vashcha ko'payib yotibdi bu neft men kerak emas unaqa narsa men o'zim izlayotgan cho'lli uyim kerak bino ha do'stlar mana buni qaranglar mana shunaqa qasr rasmini ko'rsatib qo'ydim sizlarga shunaqa qasr qidiryotganman lekin o'sha topolmayapman anchadan beri bu cho'lda yuribman ovqatlarimni yeb qo'ydim почти suvlarimni ham ichib qo'yapman уже ko'palik oluvdim momenti kirpichni qani kirib ko'raylik o'zi kerakli narsa bormikin menga ishlamay yo'qekan mayli ketdi xullas men danch qidiryapman do'stlar mana shu qasr ko'rsatdim-ku sizlarga o'shani qidiryapman cho'lda bo'lish kerak ekan o'sha boydan beri topolmayapman necha kun necha soatdan beri yuribman-da уже ketdi nima to'xtanglar nima bu binomi nima tushunmadim o'sha cho'lli binomi nima bu axir u kichkinaroq edi-yu, unaqa katta emas edi. To'xta, suv ichib ol yoki ko'zim ko'rmayaptimi bu? Yoki suzib ketganimdan ko'zim ko'rmayaptimi bu? Axir u qasr edi-ku, unaqa bino emas edi. Yoki bu vashcha noyob. To'xtaylik bitta urilib ko'ringlar. Yo, ay boshim bekor o'ldirim. Rostdan ekan-ku, do'stlar, rostdan ham shunaqa ekan. Voy, buni ichida shuncha sovg'alar bo'ladi, shuncha mukofotlar. To'xtaylik, internetdan qarab ko'raychi, o'zi nima ekan bu? Xullas internetdan qaradim do'stlar, bu juda ham noyob, eng noyob danch ekan, eng noyob bino ekan, cho'ldan qilingan do'stlar, cho'lda qumdan qilingan, eng noyob ekan, vashcha zo'r ekan endi do'stlar. U ichida ham sovg'alar zo'r ekan, agar vazifalarni o'tsam, men oddiy kichkina emas, normalniy qazir topaman deb o'ylasam, vashcha uzun juda ham katta shunaqa cho'ldan bino topdim. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Ichiga kirib ko'raylik, umrimga juda ham qiziqib ketyapman. Ichida nima bor ekan, eshik bor ekan. Nima bu zombili bor yo'qolaring bo'tdi, zombili bo'tdi nima qoldi? Nima bu qanaqa holat zombi ekan, bor yo'qol. Voy jonim yomon o'tdi, lekin bor yo'qollari yaxshiyamki menda qilich bordi. Nima bu cho'ldi zombilarmi? Mana mashina uraman, bor yo'qollaring kemalaringni bo'tga jo'ki chiqib ketganlar yaxshi bo'tdan. Bolalaring nima qilasanlar bu qimmatbaho narsa, bolalaring oddiy cho'lda yurlaring. Bor yo'qollaring zombi yomon hujum qilar ekan, lekin bu zombilar ham cho'lli zombilar. U qanada ikkita dona qoldi, bitta dona qana bo'ldi ham. Dastik shu zombidan dastik haq qilaman endi chakka bilmadim u. Demak kerak bo'lib qoladi, bekordan bekor tushmagandir endi. Voy do'stlar, nima bu imtihonga borgan chiqib ko'raylik. Birinchi marta bunaqa narsa ichiga kirishamda o'zi yaqinda qiziqib qoldim bunaqa narsalar bilan. Mana shu qo'yish kerak ekan, qani nima bor ekan endi. Dinamit simlar nima? Yo, sekinroq harakat qilish kerak ekan do'stlar. Bu hozir bitta nimadir harakat qilsam, boshqa simni kesib yuborsam, zaminning dinamitlar portlab ketadi. Yo, portlash kerak emas, axir juda ham qimmatbaho narsa ekan u do'stlar. Mana qaraylik, chiroyli ekan, lekin menga yo'qotdi. Nima endi qaysini kessam ekan, chap kesimi kessam ekan, 10 so'm kessam ekan. Mayli, chap kesib ko'ramiz. 10 nima ekan? Yo mayli, davay tavakkal. Kesdim. Endi nima bo'ldi? Oppa, eshik ochilibdi. O'xshadi menda hammasi. Nima lava o'chib ketdim. Tushib ketyapman deb o'yladim-da. Rostiga lava ekan, qani men kerak emas bo'lmasa, men butilka kerak emasligini otib olaylik. Menda bitta butilka qoldi, noma'lum qimmatbaho narsalar ichida. Mana shunaqa hammasini o'tasam parkour ekan bu yerda mayli.
Ibotani sandiqli bor ekan. Sandiqli ichida nima cherep moy kerak emasmi narsalar menga ketdi sandiq bor ekan yana. Nima bu bo'tda tushunmayapman. Mayli o'zim bilan olaman. Qani sana u sekret qarayli qo'rqitib menga. Nima keragi bor ekan endi bu narsani qimmatbahomi deyman-da. Mayli parkur o'tish bilaman, men bemalol parkur o'taman. Mana bu yerda endi sandiq bor ekan. O'tkazib yuborishim sar qopdi bu sandiqqa tanga bor ekan bu tanga nima qilyapti mayli bo'tdi nima bu bo'tdi bilmayman do'stlar nima u даже menga manaqa tepada mukofot ham berishdi arqonga o'xshayotgan bilgan nimaligidan точный o'tamiz u yerda ham fuz keladi mana bu yerda ham sandiq pirog tillali pirog bor ekan tillali pirog nima qilyapti bu yerda mayli o'tamiz mana bu yerda ham sandiq bor ekan bu sandiqda tillali udichka balut tutishga buni nima qilaman tepaga chiqsa bo'lar ekan sizlar bor ekan mayli tepaga chiqib ko'ramiz nima bor ekan tepada nima bu endi qanaqadir joy kelib qoldim qizil gilam bilan o'ratilgan bo'pti nima plichkalar bor ekan plichka nima bo'ladi endi plichkani bossam yo'q do'stlar devorlar bir biriga qapishmasin ishqilib internetda o'quvdim hozir bunaqa internetda ko'p emas ekan ma'lumotlar o'zi bitta saytga kirsam bunaqa bino topish yo'lda bunaqa bino topish danch topish judayam qiyin ekan lekin 0,00001% bunga topish judayam noyob ekan to'xtanglar bu plichkalar oltita mani inventarimda ham 6 narsa bor balkim o'shaning uchun kerak bo'lgandir qani qo'yib ko'raylik o'sha plitkalarga nimadir ushlab turish kerakdir давай qo'yib ko'ramiz o'miz 1 2 3 4 yana 2 ta 5 mana skelet qaraylik 6 ta oppa ana bo'ldi eshik ochildi bemalol kirsak bo'ladi endi yaxshi suvmi nima qilyapti suv как раз chanquvdim choramiz deb suv bilan vazifami bu tushunmadim qani bor ko'rlikchi o'zi mana bu yerda parkurmi yo'q parkurmi bilgan nima bu sandiqqa bor ekan sandiqda deyishdimi yo'q ekan havoyim tugayapti lekin qani tepasiga chiqib ko'rlikchi o'tirma bor ekan o'zi bu eshik bor ekan temirli eshik ochilmaydi albatta ochilmaydi bu yoqqa dastak topish kerak ekan demak mana shu sandiqlarda bo'lishi kerak bo'lmasa qarab chiqamiz sandiqlarni davay sandiq hammasini ochib ko'ramiz nima shunchalik osonmi do'stlar qani boshqa sandiq ochib ko'raylikchi balkim bu sandiq ochib ko'ramiz yo'q uron beryapti menga havoyim qolmadi tezroq chiqish kerak dastak topdim bo'ldi surish kerak endi bu yerda mana shu qidirayotgan ekanman bu suvga boshqa qaytib kelmayman qani ketdi bo'lmasam keyingi vazifa bora qol zombi bo'g'otsanyapti zombi bora qol donmasanga nima qildi ozgincha jonim qoldi nima bo'lgan bu qumga cho'mmadim ha do'stlar bu qumni qaraylik bu qum pastga tushib ketar ekan men tushundim hammasidan yaxshiyamki bu yerda zombi bor ekan men qum pastga tushib ketar ekan qayta tekshirib ko'raylikchi ha rostdan ham mana suv otib ko'rdim bokal otib ko'rdim pastga tushib ketdi demak yaxshiyamki bu yerda zombi turgan ekanda pastga tushib ketar ekan bo'lmasam men просто jiddiga o'xshab bu yoqqa tushib ketardim pastga tushib ketardim bo'ldim bo'lmasa qanaqa qilib bu yoqqa o'tirsam bo'lar ekan hozir bu yoqqa tushib ketsam bunaqa pastga tushib ketaman yo'q bunaqa kerak emas bunaqa narsa to'qchi emasman men u tepadan zo'rlar to'xtaylik men tushundim shakil qani men o'tib ko'rdim mana shu o'tsa bo'lar ekan demak rostdan ham davay o'tib ko'ramiz rostdan ham shunaqa bo'lar ekan mana yo'q boshqa tarafga o'tib qo'yman sal bu yoqqa tushunmadim mana bu yoqqa yurish kerak ekan qani bu yoqqa o'tib ko'ramiz mana do'stlar men tushundim tepada naqshlar bo'yicha yurish kerak ekan bu yoqqa bo'ldi bemalol o'tamiz davay sakrash kerak men deymanda bo'ldi yo'q bo'tga ekan kelgan bo't ham bor ekan bo't bor ekan bo'tga o'tsa ekan yuguramiz oppa shunaqa qilib sakraveramiz shunaqa o'ziga olib ketadigan qumdan ham o'tib oldik ana bo'ldi qancha vazifa qo'yganiki o'zi qanday ishinchi etajda ekanman mana 3-chi qavatdaman bu yerda yana zina bor ekan nima bu endi ko'chaga chiqishmi voshshi baland ekan qaq kelib qoldim nima to'xtaylik eng balandaman rostdan ham eng balandga keldimi deymanda judayam ajoyib
Mana buni qaranglar, hamma yotillardan yotibdi, ritsillar yotibdi, momentda yana momentda sandiq bor. Albatta bu sandiq ochib ko'ramiz. Mana bu tilla. To'xtanglar, bu tillali qishloqmi? Tillali qishloq ekan, demak shu egasimi, shu dancha, shu cho'lli binoni, shu cho'lli uy egasimi deyman-da, shu tillali qishloqqa. Men ritsillar qo'rqilyapti, voy ritsillar qo'rqimchilik ekan, lekin bu hozir qo'rqib ketaman ekan. Ostirilib bitta meni hujum qilsachi menga deb qo'rqib ketaman. Davay ochib ko'ramiz. 1 2 3. Wow! Mana qaranglar, nima bu? Наконец-то men topdim. Наконец-то shuncha sovg'alarni men topdim. Hamma vazifalarni o'tib olmam. Mametta tangalar, juda ham zo'r tangalar. Ana bu tangalar chiqdi. Shunaqa tangalar ham kim biladi do'stlar, o'zi juda ham eski tarixda, tarix kitob o'qiganmisiz? Tarix kitobida chiqmagan bunaqa tangalar juda ham eski bo'lsa kerak. Bu tangalar endi axir shunaqa qasrda mana tanishmashaq ko'rinish kerak edi o'zi. Do'stlar juda ham ko'p narsalar bor ekan. Bu ham narsalar olmayman, yana hamma narsalar olsam, qanday qopqon bo'lib qolsa-chi, rostdan ham shunaqa deb o'ylayman. Internetda shunaqa bo'lib o'qidim chunki qopqon bo'lsa signalizatsiya ishlab ketadi. Voy, momenta soat qaranglar, tillali, voy, qumli soat ko'rib qoldim. Men bilamanki bu million turadi, rostdan ham million tursa kerak. Juda ham qimmatga o'xshayapti, lekin bu soat juda ham zo'r ekan. Juda ham xursandman yaxkamga. Mana nima bu? Bu tillali anaqali tillali tangalar bundan ham qimmat tursa kerak. Bu nima bu? Men tushunmadim. Bular nima? Bu chimyami amulet? Mayli, bularni olamiz. Men ishlayim bor ekan. Mana ishlayim boshim tillab ketdi, ushqizib ketdi bu ishlar. Mana ishlayim kiyib ko'ramiz. Cho'ta kiyilmayapti bu ishlar, cho'ta kiyilmayapti. Mayli, kiyilmasa kiyilmasin, o'zim ishlayimni kiyib olaman. Mayli do'stlar, shuncha narsa-da. Mana nima? Damlama ekan, damlama nima endi beryapti bu damla? Qanaqadir effekt berdi. Rostdan ham kechasi ko'radigan effekt berdim. Voy, o'zim juda ham zo'r his qilyapman, lekin zo'r his qilyapman. Ritter, sandan ham zo'r his qilyapman даже. Sandan zo'rman, men sandan kuchliman deb his qilyapman hozir. Xullas shunaqa bo'ldi do'stlar. Endi men bu yerdan qochishim kerak. Nima bu endi? Izumrudni tangam tushunmayman nimaligini, lekin juda ham eski tarixiy narsalar ekanda. Xullas qanaqa qilib endi men pastga tushib olaman bilmadim. U orqada bu tarafga borganim yo'q, hali bu tarafdan ekan. Bu tarafda ham oddiy shunaqa ekan. Xullas shunaqa qurilgan narsa ekan. Mayli do'stlar, sizlar bilan xayrlashishim kerak. Bularni qanaqa qilib men pastga tushamanmi yoki yana shu yerdan tushamanmi? Pastdan o'tgan narsalarimni bugun sizlar bilan cho'lda shunaqa danch topib oldik. Cho'lda bino topib oldik, qumdan qilingan. Juda ham zo'r bo'ldi. Ichida juda ham ko'p narsalar bor ekan. Sovg'alar, like bosishni, olmasa tanishmasdan keyingi joydan kuzatishga davom etinglar. Juda ham noyob narsa ekan.